Bir qiz bor, ko'zlarida osmon, yuragida dard. Hayot uni bolaligini olib qo'ydi, lekin orzularini tortib ola olmadi. U hamon orzu qiladi, jimjit, lekin qat'iy. Va biz mana shu orzularni amalga oshirish uchun Andijon viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yetib keldik. Bizning qahramonimiz aynan shu yerda. U oddiy bir ona edi. Qizning kasalligini eshitgan kun go'yo osmon qulab tushgandek bo'ldi. Shu ondan boshlab yuragi tinmadi. Ko'zlarida yashirin dard, yuzida sabr, ichida esa ayovsiz kurash. U baqirmadi, shikoyat qilmadi, dunyodan ranjimadi. Faqat tunlari hamma uxlaganda sokin yig'lab Allohdan shifo so'radi. Yig'lar duolarni ovoz chiqarmay tilga oldi. Ey Parvardigor, bolamni sog' qil. U hali orzu qilmadi, hali bolaligini yashamadi. U sabr bilan bu sinovni yengmoqda, lekin har nafasda yuragida bir og'riq bor. Qizimga yordam bera olmayapman. Shu fikr uni parcha-parcha qiladi, lekin u yiqilmaydi. Ona-ku. Qizining ko'zida bir quvonch chaqnasa, u dunyoni unutadi. Lekin baribir har kechasi yostig'iga sirg'algan ko'z yoshlari bu dunyodagi eng sokin faryoddir. U yoshlikda ulg'aygan, bolalik uni chetlab o'tgan. Yuragida hayotga nisbatan savollar juda ko'p, javob esa yo'q. U umidini uzgan emas, umidini ichiga yutgan. Chunki onasining siqilganini ko'radi. Onasining har bir ko'z qarashi jim turib, ich-ichidan o'tilgan og'riqlarni sezadi. Va bu uni sindiradi. Men sababchimanmi? Degan savolni ko'ngliga tuyadi. Ammo baribir yuragining bir chekkasida hech kim sezmaydigan bir orzu yashaydi. U orzusi osmon qadar yuksak, ammo oyoqlari shifoxonaning oq devorlariga qadalgandek. Kun sanaydi. Har tong uyg'onib, derazadan tashqariga qaraydi. Bugun emasmi? Ehtimol ertaga. Orzuyim ro'yobga chiqadimi? U dard bilan emas, umid bilan yashashni tanlagan. Va bu tanlov eng og'ir, lekin eng go'zal tanlov. Men ularning yonida bo'lganimda, ko'z oldimda turgan bu ona va qiz ikki bo'lak yurak kabi edi. Biri sabrda kuyadi, biri ichida so'nadi. Men ularni tingladim, ko'rdim va o'zimga savol berdim. Shu jajji yurak bu og'riqni qanday ko'tarib yuribdi? Onaning har ko'z yoshi sukunatda aytilgan eng og'ir noladir. Qizning har jilmayishi men kuchliman degan soxta niqob ortida yotgan umiddir. Men ularni ko'rib, yuragim tilka-tilka bo'ldi. Hayot ba'zida bizga sinov yuborar ekan, ayrimlar buni so'z bilan ifodalaydi, ayrimlar esa jim turib yig'laydi. Men ularning og'rig'iga qarab his qildim. Dard faqat og'riq emas, dard orzu qilgan holda yashashni davom ettirishdir. Bu ona, bu qiz, bu ikki yurak menga sabrni, jasoratni, chin muhabbatni ko'rsatdi. Siz orzu qilgan hayot qanaqa, Muslima? Sog'lom deydi.
baxtiyor. Bo'sh vaqtlaringizni qanday o'tkazasiz? Sumka yasab, birorta kitob o'qib, Nimalarga qiziqasiz? blogerlikka. Sizga kuch beradigan nimalar bor? Ayam bor, mishigim bor. Agar osmon sizni eshitsa, undan nima so'ragan bo'lardingiz? Sog'ayib ketishmi? Faqat shuni. Lekin hamma yo'q bor, hayot so'ragan bo'lardim. Nimalarni orzu qilasiz? Telefonim yo'q. Telefonim bo'lishini orzu qilaman. Modellar, shu bloger modellar bo'lishni xohlayman. Siz uchun baxt nima? Sog'lomlik. Sog'lom bo'lsa baxtli bo'laman. Ko'zingizni yumganingizda birinchi xayolingizga nima keladi? Sog'lom yurganim keladi. Bir zum o'sha sizni ichingizdagi dard yoningizda paydo bo'lib qolsa-da, nima degan bo'lardingiz? Ket degan bo'lardim. Ota-ona siz uchun qanday inson? Dunyolariga alishmas. Boylik. Oyijoningizga, dadajoningizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Yaxshi ko'raman. 5 yildan beri davolanamiz. Oldiniga qo'llariga toshma toshdi. Ko'jiniga bordik. Ko'jinli doktorlar topisholmadi. Bolamga oldin qizil toshdi qo'llariga, keyin yuzlariga toshdi. Krasniy valjanka degan diagnoz qo'yishdi. Toshkentda davolandik, Sanpe bolalar davolanadigan joyda. 3 oyda bir u yerga boramiz. 22-yili sklerodermiya deb tashxis qo'yishdi. Unda ham bir xil lecheniya ekan, bir xil lecheniyalar olyapmiz. 24-yili dermatomiyozit qo'ydi. Endi hozir 24-yilda noyabr oyidan boshlab tanalariga shunaqa bezga o'xshagan narsalar ko'payishni boshladi. Shuni o'zini kasali deyishdi oldiniga, revmatologik ishmalar deb. Onkologический ekan, keyin onkologiyada yotibsiz hozir. Onkologический tekshiruvlar qilishdi. Hozir yaxshi holati, istimalar kirdi, tushdi. Hayot sizni qachon ilk bor sinab ko'rdi deb o'ylaysiz? Tashxis qo'yilgandami farzandingizga? Men to'g'risi tushunmadim birinchi. Juda jiddiy kasal dedi. Telefonim ham oddiy edi. 22-yilda Toshkentda yotganimizda bittasini internetiga kirib tashxisini yozganimda chiqqanda men hayotimda to'siq paydo bo'ldi. O'zimga qiyinchilik, nimaga endi meni farzandim bunaqa bo'lish kerak degan savollar o'ta boshladi. Juda og'ir kasalligini eshitdi, davosi yo'q deb yozdi internetda. Avtoimmun kasal ekan. Unga hech qanaqa batlar ham, dorilar ham yordam bermaydi ekan, faqat ushab turar ekan degan nimalarni yozgan ekan internetda. Doktorlarni gaplariga kirib eshitdim, anaqa audio zapislariga. Yo'q, shunda ham baribir umid uzmadim. Yo'q, men qizim davolanadi, yaxshi bo'lib ketadi deb har hafta kelamiz bu yerga. Har hafta kelib doktor nazoratida turamiz. Dorilarni vaqtida ichadi. O'zini kayfiyati yaxshi yuradi bir xillarda. Yaqindan beri, mana o'tgan chorshanba kundan beri isitmas, shu harorati ko'tarilib, kayfiyat tushadigan bo'lib qoldi. Lekin o'zi pozitiv, sayohatlarni yaxshi ko'radi. U bu yerlarga borgisi keladi. Ko'chadan zerikib qolsa, bozor aylangisi keladi. Mayli deb bozor aylantiramiz. Kayfiyatini ko'tarib yurishga harakat qilamiz. Dadasi ham ko'ngliga qaraydi.
maktabda ham yaxshi o'qigan, yoshligida 5-sinfga to'g'ri yaxshi o'qigan, o'zi tetik qiz edi. Adashmasam o'zingiz o'qitgansiz. O'zim o'qitganman, 1-sinfda o'zim o'qitganman, o'zim ham o'qituvchi edim boshlang'ich sinfda. Hozir bu qizim o'sha sistemali kasallik uchun dorilarni vaqtida ichmay qo'ymasin deb maktabga ishlamayman, uydaman hozir. Shu qizim sog'ligi uchun kurashib, больницаlarda, uydamizda, endi shuning uchun ishlolmayman. Har kecha uxlashdan avval nima deb duo qilasiz? Har kecha uxlashdan oldin ham, kechalari turib ham qizimga shifo so'rayman. Qizim o'zi meditsina sohasiga qiziqadi. Vrach bo'lgisi keladi. Savdoni ham yaxshi ko'rgani uchun men buni farmatsevtika sohasida o'qishini xohlayman. Biznesda yaxshi ko'radi, savdo qilishni rosa yaxshi ko'radi. Sen deyman, motivatsiya beraman-da endi, sen xudo xolasa ko'pgina aptekalaring bo'ladi. O'qiysan, vrachlikka ham o'qiysan. Aptekalarda ishlab boshlab bo'lasan deb anaqa qilaman. Farzandingizga qaraganingizda unga emas, o'zingizga qanday savol berasiz? Endi xatolarim bormikin deyman, Xudodan so'rayman. Gunohlarim uchun kechirim so'rayman. O yoshgacha hech qachon kasal bo'lmagan, esa yaxshi qaraganman, lekin hamma privkasini olganman. Bilmadim endi nima shunaqa bo'ldi. Bu Allohning sinovi endi menga. Ba'zida dard sizni yengayotgandek tuyulganida qalbingizni nima tutib turadi? Shu qizimga bo'lgan anaqa tuyg'ular tutib turadi. Qizim mendan keyin birovlarga muhtoj bo'lib qolmasin deb o'zim tetiklikka solaman. O'zim og'risam ham kasalimni esimdan chiqarishga harakat qilib, qizim uchun yashashimni o'ylayman. Bundan tashqari 2 o'g'lim ham bor, ular uchun ham. O'g'llarim sog'lom, Xudoga shukr. Endi bu qiz bizga sinov bo'ldi-da. Yaxshi bo'lib ketishini xohlayman, yaxshi bo'lib ketadi Xudo xolasa. Tushkunlikka tushganingizda nima sizga umid beradi? Tushkunlikka tushganimda ham shu farzandlarimni baxtda kelajagini o'ylayman-da. O'g'llarimni hali joylaganim yo'q. Endi katta bo'lib qolishdi, uylash kerak ularni ham. Ana shuning uchun tushkunlikka tushmaslikka harakat qilaman, ko'proq o'zimni tetiklikka solib yuraman. Endi bir haftadan beri mana shunaqa tushkunlikka yana tushib qoldim. Shu qizim qattiq og'rigani uchun boshqa mahal unchalik bilintirmayman unga ham tushkunlikka tushganimni. Faqat Alloh bilan gaplashaman kechalari. Yurgan turgan yo'limda hamisha Allohdan salomatligini so'rayman. Hech qaysi onani farzandi og'rimasin. Hech kimni ona farzandi og'rimasin. Onaga qiyin bo'lar ekan. 5 yildan beri shu qizim orqasidan bormagan joyim qolmadi. Hamma joyga endi Rossiyaga, Turkiyaga olib borgan sharoitimiz bo'lmadi. Olib borsak yordam bo'lardi ekan. Lekin Rossiyalardan qo'ldorlar olib keltirib qildirdik. Xudoga shukr shunchalik yuribdi. Bu kasallikdan keyin farzandingiz ruhiyatida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ruhiyatida tezlik bo'lib qoldi, anaqa jahldor bo'lib qoldi. Tezda achchig'i chiqadi, tezda xafa bo'lib qoladi. Oldin unaqa qizmas edi. Juda quvnoq qiz edi. Aytyapti-yu, ko'chada ayami joratganman deb ko'p shu ko'chaga o'ynab ketib qolardi. Ukasi yo'qligi uchun qo'shnilarni farzandlarini yaxshi ko'rardi. Shu farzandlarni boqib o'ynatgan chiqib ketib qolardi-da. Men istab qolardim. Men shuni o'ylar ekanda bechora. Bo'lmasam unaqa
böyle jiddiy turardimda, erkalatmaganman. Og'rigandan keyin ko'ziga qarab netdim-u, oldin unaqa bitta qiz deb erkalatmaganman. Farzandingiz eng ko'p nimadan xafa bo'ladi? Akasini yaxshi ko'radi rosa, akasini uylolmayapmiz, shunga xafa bo'ladi. Endi uylaymiz deb harakat qilsak, bu qiz og'irlashib borib qoladi. Shu masalaga kelib qolamiz. Shundan xafa bo'ladi ko'proq. Meni deb akam uylolmayapsiz deb. O'ylama deyman. O'g'il bolani ertagacha yo'q. Keyin 26 ga kirdi. Hali bor, 30 ga kirib uylasak ham bo'laveradi. Endi orzulariga yetishib shu vrach bo'lishini xohlaymanda, tuzalib ketib. Unaqa yaxshi ko'rishlarimni aytaman. Har kuni aytamiz bir-birimizga, qizim quchoqlaymiz bir-birimizni. Ikkalamiz sizni yaxshi ko'raman deb ertalab ham mana eski rasmlarimni topib olib, men mana qizni yo'qotib qo'ydim. Mash qiz qaytishini xohlayman. Kulib turardi deb, "Ash qizim yo'qolib qoldi" deb unaqa qiluvdim. Kuldi, kulib. Quchoqlab nima qildi? "Aya, yaxshi ko'raman, men ham sizni yaxshi ko'raman" deymiz-ku unda. Hamma gapim bemalol ayta olmayman. Ayta olmaydigan gapim yo'q. Oxirgi vaqtda shu 6 oy, oxirgi 6 oyda bemorda tanadagi turli xil hosilalarda paydo bo'lishligi va bularning ko'payishi bilan aziyat chekib kelayotgan ekan. Bizga murojaat qilib kelganda biz bu bemorda teri xavfli o'sma kasalligiga gumon bilan o'zimizni bo'limimizga qabul qildik. Biopsiya amaliyoti o'tkazildi. Hozirgi kunda bemorda umumiy ahvoli o'rta og'ir ahvolda. Xavfli o'sma kasalligiga hali tashxis to'liq qo'yilgan yo'q-u, lekin bemorda ahvoli og'irligicha turibdi. Hozirgi kunda bemorda berilgan gistologik to'qimani xulosalarini kutib turibmiz va gistologik xulosani javobiga qarab turib biz bu bemorga maxsus davo reja qilganmiz va mana shu maxsus davo reja asosida bemorga hayot sifatini yaxshilash maqsadida va kasallikni davolash maqsadida maxsus davo ximiyoterapiya amaliyotini o'tkazishimiz kerak. Muslimaxon oxirgi kunlarda bu kasallik bilan depressiya holatiga tushib qolgan. Sababi bemorimiz, bu qizalog'imiz yoshicha kattaligi sababiga ko'p narsani tushunadi. Depressiya holatida qo'rqoqlik, shunaqa holatlar kuzatilganligi sababli biz bilan hamkorlik qilib kelayotgan Live TV jamoasiga o'zimiz murojaat bilan chiqdik. Bemorimiz bilan gaplashganimizda bir nechta orzulari borligini aytdi. Shuning uchun biz bu bemorimizni ozgina bo'lsa ham hayot sifatini bu holatda, depressiya holatidan salgina bo'lsa ham chalg'ishini hisobga olib Live TV jamoasini chaqirdik. Bir borsa yaxshilik bo'ladi degan umidda niyat qilib turibmiz. Sizlarga rahmat, hammanglarga, jamoaga katta rahmat. Imij bu shunchaki kiyim emas, bu o'zlikni qayta his qilishdir. Avvalo muslimaning ko'zidagi g'amni, yuragidagi og'riqni yengillashtirish uchun uni yangicha imijda ko'rdik. Chikko bolalar kiyim do'koni bu safarda bizga hamrohlik qildi. U tanlagan kiyimlar yorqin edi. Ranglarida umid, shaklida orzu, ko'zgusida esa yangi muslima jilvalanardi. Ko'zlarda bir yorug' nur chaqnadi. Men ham boshqalar kabi bo'lishim mumkin. Bu oddiy kiyim emas edi. Bu dardlar ustidan g'alaba qilgan orzularning jimjimador libosi edi.
So'ngra biz yo'l oldik. Muslima orzu qilgan eng chiroyli ovqatlanish maskaniga, Kohinur restoraniga. Muslima har doim bu yerga borishni xohlardi. Endi esa u bu orzuni ichida yashardi. U kulganda yuragi quyoshdek ochilib ketdi. Yuzidagi tabassum esa barcha so'zlardan kuchli edi. Va nihoyat eng katta orzu — telefon. Didi Market bu orzuni ushalishiga sababchi bo'ldi. Telefon Muslima uchun shunchaki qurilma emas, dunyo bilan bog'lanish, orzulari va do'stlari bilan suhbatlashish, hayotga ko'z ochish vositasi edi. U bu orzuga yetgan payt ko'zlaridagi quvonchni ifodalash mumkin emas edi. Model qizlarga havas va orzuga aylangan istak ham amalga oshdi. Muslima har doim chiroyli kiyimdagi model qizlarga havas bilan qarardi. Men ham Shahrizoda opamga o'xshab kameralar qarshisida tursam-chi deb o'ylardi. Va bu orzu ham uzoq emasdi. Shahrizoda opasi Andijonda bo'lmasa-da, u bilan video aloqa orqali bog'landik. Qaysi viloyatdansiz? Andijondan. Manimcha O'zbekimda o'tiribsizlar hozir. Navro'zmalda. Xudo xolisa, avgustda 10-lariga Andijonga boramiz. Sizni shaxsan o'zim taklif qilaman, raqamingizni olib qolaman. Chiroyli bitta pokaz bo'ladi. Shunda qatnashsangiz bo'ladi sizdan. Xo'p, rahmat. Modelga qiziqasizmi? Ha, qiziqaman ozmoz. Qanaqa orzularingiz bor? Nima xohlayapsiz sohada? Ayting. Podiumga chiqishni xohlaysiz, to'g'rimi? Podiumga chiqishda unchalik xohlamayman-u. Haligi oppoq joylarda reklamalarga tushadi-yu. Aha, kameralar bilan ishlashni xohlaysiz. Shunaqa. Bo'ldi, Xudo xolisa orzuyingizga erishasiz tez kunlarda. Siz raqamingizni olib qolaman. Borganimda o'zim sizga aytib qo'yaman. Xo'p. Mayli, Muslima chiqar, xursandman tanishganimdan. Ko'rishamiz tez kunda. Rahmat. Ko'rishamiz. Mana shu yerda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Muslimaxonda orzularini barchasini amalga oshirdik va bugungi kunda qanday o'tganini esa o'zlaridan so'rab bilamiz. Qanaqa o'tdi bugungi kuningiz? Juda ham zo'r. Kutganmidingiz shunaqa bo'lishini? Yo'q. Endi qanaqa orzular qilamiz? Yana ham katta orzular qilamiz. Demak, orzular amalga oshadi. Ishondingizmi? Zo'rinda. Demak, sizlar bilan ko'rsatuvimizni yakunlashdan avval bir narsani unutibman. Ko'rsatuvimizni Umid g'unchasi, bu ramziy ma'nosi, shu g'unchadek ochilib yuring. Ming. Rahmat. Va mana shu yerda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hamma orzularingiz amalga oshdi. Ulgurdik, eng muhimi. Umid g'unchasi — bu shunchaki ko'rsatuv emas. Bu dard bilan ulg'aygan orzularning so'nggi ovozi. Bu yurakni titratib yuboradigan sokin sahna. Har bir hikoyada bir yurak, bir orzu, bir mehr va ba'zida esa eng chuqur hisni ifoda etadigan so'z, shunchaki rahmat. Orzu yumshaldi.